kayfiyatimiz ta'sir qilyapti. Mana yana sanoqli kunlardan so'ng juda ham chiroyli bayramimiz, boqiy bayramimiz Navro'z kirib kelyapti. Albatta Navro'zda kuy-qo'shiqlar ko'proq bir jarang sochadi. Tabiatda o'zi ham bir qo'shiq kuylayotgandek bo'ladi-da. Mana shu yoqimli lahzalarda o'ylaymanki, yurtdoshlarimizga bir san'atkorlarning nomidan, o'zingizni bir nomingizdan dil izhorlaringiz bor. Aytib o'tishingiz mumkin. Yillarimiz har yilgidan ham yaxshi bo'lsin. Mana hozir oldimizda gullar turibdi. Hamma narsa ko'karib, bitta bir chiroy ochib turgan paytda shu qo'shiqchilar endi bizning tilagimiz ham ilohim doim xursandchilik, yaxshi yillar bo'lsin. Bu tinchlikda sharofatda hammasi bu bo'lib turgan mana shunday xursandchilik ham tinchlikda sharofatda. Avvalo yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Bahor bayramimizda, Navro'z bayramimiz har yillikdan ham chiroyli o'tishini so'raymiz. Bunda hamma oila bashara qalarman tinch, omon, quvnoq, yaxshi hayot kechirishligini biz talabgorimiz. Xudo xolasa. Sherali aka, marhamat, sizda ham fikrlar bo'lsa. Dadamiz fikriga qo'shilgan holatda el yurtimiz tinch bo'lsin. Doim to'ylar bo'laversin. San'atkor nima deydi? To'ylar bo'lsin deymiz-da. To'ydan boshimiz chiqmasin. Hamma xonadonda chiroyli kunlar bo'lsin. Rahmat, yaxshi niyatlar o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Bugun balki hamma fikrlarni ayta olmagandirmiz, lekin qolganini navbatdagi bir uchrashuvlarimizga asrab qo'yamiz, niyat qilib qo'yamiz, reja qilamiz. Sizlarning ijodlaringizga bir yorqinlik tilab qolamiz. Yana ham go'zal bir ijrolar kutamiz, yangi ijrolar kutib qolamiz. Eng muhimi mana shu san'atdagi faoliyatingiz hech ham to'xtamasin. Minnatdorchilik bildiramiz. Uzoq yo'l bosib, xayrli kun dasturiga vaqt ajratib kelganingiz uchun. Yana yaxshi kunlarda ko'rishish nasib etsin. Salomat bo'linglar. Qadrli yurtdoshlar, bugun siz xayrli kun dasturi orqali san'atsevar yurtdoshlarimiz O'zganali Mahmudov hamda ularga hamroh farzandlari Sherali Mahmudov bilan bo'lgan suhbatimizni tingladingiz. Tarovatli bahorning yana bir lahzasini siz bilan birga qarshi olganimizdan xursandmiz aziz muxlislar. Bizga ajratilgan vaqt yakuniga yetmoqda. O'ylaymizki, xayrli kun ko'rsatuvining bugungi soni ham sizda yaxshi taassurot qoldirdi. Agar fikrlarimizga tasdiq ishorasini berayotgan bo'lsangiz, demak biz bejiz mehnat qilmagan bo'lamiz. Yana yorug' kunlarda, saodatli lahzalarda siz bilan diydorlashish nasib etsin. Unga qadar o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.